Bugun seni kuning sevgili. Voy, bu mengami? Hammasi sen uchun. Ilon? Sen meni iloncham. Yo'limda go'zal, Anna, hozir men ko'rsataman. yo'limda go'zallar, sen ulardan go'zal sevgilim. Sen bilan bir umr qolsam sevgilim, o'lsam-da. Ha? Onam. Onam. Qoch onam. Ona, jannati onam. Otingda mashina onaqami? Onajon, siz uchun mana maxsus. Onajon, o'tiring. Ayo, bu qanaqa mashina? Bu Suez 09. Shuncha pulni qayerdan olding? Onajon, bomba uslubiga 25% boshlang'ich to'lovni to'lasa, S06 va S09 mashinalar o'zi tan narxda 2 yilga rassrochka, ya'ni foizsiz. Mana degani, mashina oldi-yu, yana bir qana bonuslar oldi. Shu bitta mashinaga boshqa bonuslar yo'qmi? Bor onajon, agar siz 100% to'lov qilmagan bo'lsangiz ham sizga televizor va konditsioner sovg'aga beriladi. Bo'ldimi, olib ketamizmi endi? Benzini bormi? Ha onajon, bundan tashqari polik va polniy bak benzin quyib berishar ekan. Xo'p. Oho, shuncha sovg'alarmi? Ha onajon, shu sovg'alardan tashqari 31-avgustgacha mashina xarid qilgan har bir xaridorga avtomatik Lototron o'yinchisiga aylanadi va 2 kishilik Yegipetga chipta tur yutib olishi mumkin. Boramizda. Onajon, qaysi salon sizga 10 million so'mdan ortiq sovg'a beradi? Yana 25% ni to'lasangiz, sizga foizsiz inomarka beradi. Bu faqat Suez avtosalonda. Ha, Gulzoda. Baba, kelinjon, sizga bo'laveradi. Ilon rasmi bilan. Menga o'zimga mos, gavdali, chiroyli moch. Mayli, kelaverasiz. O'g'lim, oldimga ket. Xo'p bo'ladi jonim onam. Bu yetadi. Shaytonning vasvasasi